Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 9,6 million kishi onkologik kasalliklardan vafot etadi. Erta aniqlangan saraton holatlarining 90%da davolash samaradorligi 3-4 baravarga baland bo'lib, davolash xarajatlari 50% gacha qisqartiradi. Shu bois onkoskrining aholining barcha qatlamlari uchun tavsiya etiladi, ammo yoshi 40 dan yuqori bo'lganlar, oilasida saraton kasalligi qayd etilganlar, chekuvchilar yoki nosfurushlar, ortiqcha vaznga ega insonlar uchun bunday tashxis ayniqsa muhim. Buning uchun esa o'z vaqtida profilaktik ko'riklardan o'tib turish va skrining tekshirishlarda faol qatnashish juda muhim. Shu bois har bir inson yilda bir marta ultratovush va ko'krak qafasi rentgen tekshiruvidan, ayollar qo'shimcha ginekolog ko'rigidan o'tib tursalar, aksariyat saraton kasalliklarini erta bosqichlarda aniqlash imkoni tug'iladi. Shuningdek, bachadon bo'yni saratonini erta aniqlash bo'yicha yurtimizda o'tkazilayotgan 35-55 yoshdagi ayollarda kolposkopiya usulida tekshirishlardan har 3 yilda, 35 va 45 yoshdagi ayollar esa odam papilloma virusi testini aniqlash usulida tekshiruvdan har 10 yilda o'tishlari lozim. Va nihoyat, ko'krak bezi saratonini erta bosqichlarda aniqlash maqsadida reja asosida o'tkaziladigan mama skriningdan 45-65 yoshdagi ayollar 2 yilda bir marotaba o'tishlari darkor. Saratonning tashxisi onkoskriningning ishi.